Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Zomin Jizzax Toshkent yo'lida, Dashtabod yo'li. Endi eskicha nomini 62-63 deyishardi. Hozirgi nomlarini endi masjid nomi Abdurahmon ibn Af Qurayshi Jami masjididamiz. Sirdaryo viloyatini 63 degan joyi. Zomin bilan Sirdaryoni bog'laydigan yo'ldamiz. Juda ham chiroyli qurilgan. To'g'risi O'rta Osiyoda bitta bo'lsa kerak bunday masjidlar. Qurgan insonlar baraka topsin. Kelinglar, shu yerlarda namoz o'qinglar. Juda ham zo'r joylar.